Ajoyib trigonometrik tenglama hosilalar bilan yechim ko'ramiz. 7 tangens kvadrati x plus 1 taqsim kosinus x plus 1 o'rniga 7 minus 6 deb olamiz. Shunda bu ikkalasidan 7 ni chiqaradigan bo'lsak, tangens kvadrati x plus 1 taqsim kosinus x minus 6 tenglar bo'ladi. Bu 7 ko'paygan 1 taqsim kosinus kvadrati x plus 1 taqsim kosinus x minus 6 tenglar. Ansora bo'lishi uchun 1 taqsim kosinus x ni t deb olamiz. 7t kvadrat plus t minus 6 barobar 0. t1 minus 1 t2 6 taqsim 7. Ana endi o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak, minus 1 qo'yadigan bo'lsak, kosinus x minus 1 bo'ladi. Buni qo'yadigan bo'lsak, kosinus x 7 taqsim 6 bo'ladi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki kosinusda qiymatlar sohasi minus 1 va 1. Ana endi kosinus x imiz minus 1 bo'lishi kerak va bizda minus 3pi yu 7pi oraliqdagi yechimlarni so'rashgan. Bo'ldi, demak x birimiz minus 3pi bo'ladi. Keyin minus pi, keyin pi, undan keyin 3pi, 5pi va 7pi bo'ladi. Demak yechimlar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ekan. Demak 6 degan javob bu javob.